Itachi meni dushmanim. U bizni ota-onamizni o'ldirdi. Klandagi hammani o'ldirdi. Qochqin ninja va Akatsuki a'zosi. U naqadar jirkanch inson. U meni nishonim edi. Sen akang haqida bilaman deb o'ylaysan, lekin aslida hech narsani bilmaysan. U uchun seni hayoting qishloqdan ham azizroq edi. O'lim lahzasiga qadar, yo'q, o'limidan so'ng ham senga yangi kuchni meros qilib qoldirish uchun o'zi yengilishini tanlab, Uchiha klani qasosini sen orqali oldi. Sen yashirin bargning qahramoni bo'lishing uchun uning tanasi kasallikdan yemirilayotgan edi va o'lim yaqinligini bilardi. Shunga qaramay dorilar bilan umrini cho'zishga majbur edi. Faqatgina sevimli ukasi uchun. U senga yengilishga va ko'z oldingda jon berishga majbur edi. Sening ko'zlaring Itachining haqiqatini anglamadi. Va sen uning yaratilgan illyuziyasini butunlay tushunmading. Itachi do'stlarini o'ldirdi, ustozlarini, sevgan qizini, hattoki otasi va onasini ham. Lekin u bir ishni qilolmadi. Kichik ukasini o'ldira olmadi. U qon yig'ladi va ichida bor tuyg'ularni o'ldirdi. Keyin esa o'z birodarlarini qishloq tinchligi uchun yo'q qildi. Lekin seni o'ldira olmadi. Tushunyapsanmi? Bu nimani anglatadi? Yashirin barg qishlog'i tinchligi uchun va eng avvalo Sasuke Uchiha uchun u jinoyatchi va xoin sifatida o'lishni tanladi. Sharaf o'rniga xorlikni, muhabbat o'rniga esa nafratni qabul qildi va shunga qaramay Itachi yuzida tabassum bilan jon berdi. U Uchiha nomini kichik ukasiga topshirdi va umrini oxirigacha seni aldab yashadi. Men seni doimo yaxshi ko'raman.